santexnik kafilchi ustalarimizga foydali maslahat bo'ladi, xudo xolasa. Kuzatib turinglar. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz endi o'sha hamma bilgandek oddiy sanuzel ishlari, skripti dushlar, smesителlar hamma skripti korpuslarda yopiladigan qilib skripti installatsiyamizni ham, bachogimizni ham nolga qo'yganmiz. Aytgancha foydali bo'lib qolsin. Mana bo'yini ham nolga to'g'irlagan bilasizlar, ikkalasi ikki xil bo'ladi o'z aslida. Xo'p, foydali maslahatimiz chashaganimiz bor mana bu yerda, chashagan zonamiz. Chashaganimizni o'rnatish davomida imkon qadar mana shu holatda yaxshilab ustini, yonboshlarini o'rab ketsanglar, bu to'g'ri endi kimdir qiladi, kimdir qilmaydi, kimdir shunchaki salafan paket bilan skoshlab qo'yadi. Bu narsa o'zim guvoh bo'lganmanki, o'zim uyimda bo'lgan shu holat. O'raganmiz salafan bilan va yetilib ketganda ustida suvoq, kafil, malyar ishlar, xullas hamma yo'q bo'lgandan keyin bu ichiga rastvor tushadi. Ancha-muncha remontchilar ham to'g'risini aytaman, shuni ichiga oqizadi. Ana bu rastvorlarni paqirini yuvib turib. Bu nima bo'ladi? Qavatma-qavat qatlam bo'lib ichida qatiydi-da, oddiy shu kafilkalardan bitta jinday tushib qolsa, bu qatigandan keyin buni qirib chiqarilgandan keyin emalini ma'lum miqdorda ko'chirib chiqaradi. Bu emali ko'chgandan keyin o'zini sifatini yo'qotadi-da, keyin ana bu ichga tushgandan keyin qo'pol qilib aytaman, o'sha kattasini tashaganda bu emali silliqlik yo'qolgan hisobiga ushab qoladi axlat. Suvni tortganda yaxshi ketmay qoladi-da, cho'tka bilan boshqa bilan majbur ketkizishga to'g'ri keladi. Shu holat emal ko'chishligidan bo'ladi. Shuning uchun montaj jarayonida shunaqa qilib chiroyli qilib o'rab ketilinsa, kafilni mana shu joyga kelgan paytda ochib, akkuratlik qilib o'rnatilinsa, nima deydi, uy egasiga foydali bo'ladiki, uzoq yil chiroyli xizmat qilib beradi. Sifatsiz olib qo'yibman deb o'ylaydi ba'zilar, lekin ko'p shu ustanovka jarayonidagi xatolardan bo'ladi. Buni yaxshi yuvmay qolishi, axlatda ushlab qolishi. Mana shunaqangi maslahatlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.